yangi remontdan chiqqan tayyor 2 xonali novostroy Xonzaro Zastroy tarafidan qurilgan JK Parlament novostroykasiga keldik. Yunusobod 6-kvartalda joylashgan 2 xonali uyimizni 5-etaj 16 etajli novostroyka. Orientirimiz esa Posolstvo Amerika. Xo'p, kvartiramizning umumiy maydoni 56 kvadrat metr plus yana o'zini 10 kvadrat metr terrasasi bor. Hamma xonalarimiz alohida, hamma mebel texnikalari bilan jihozlangan. Bu yerda srazmani uzun prixoshkamiz bo'ladi. To'rimizda birinchi spalniy xonamizdan boshlaymiz. Remontlarni juda ham chiroyli qilishgan, hamma joylari aboy, svetlar bo'ladan foydalanishgan. Spalniy garniturlarimiz ham qo'yilgan, juda ham chiroyli qilib. Mana bitta mana o'zini bitta vitachi terrasasi ham bor. Juda ham chiroyli 10 kvadratli terrasasi. Bemalol stullar qo'yib, kofe ichib o'tirsanglar ham bo'ladi. Bu yerga onalarimiz qo'yilgan. Bu yerda esa oshxonamizda joylashgan. Bu yerga ham chiroyli qilib kuxonniy garniturlarimiz qilingan. Stol stullarimiz bor, xolodilniklarimiz tayyor turibdi. Ijaraga qo'ysanglar ham indamay $600 atrofida ketadi. Bu yerda esa sanuzelimiz samishonniy qilingan. Bu yerda podestratdan kirishimiz, stroyniy prixoshkalarimiz bor. Bu esa zal xonamiz. Zalimiz ham keng. Razmerimiz 3,5 metrga 6 metrdan oshadi. Xudo xolasa ertaga o'sha bu yoqqa bitta mehki mebel kelar ekan, o'sha egalar zakaz qilgan ekan. Remontlar juda ham yaxshi. Tayyor novostroykali uy. Uji bu parlament novostroykasida 80% odam o'sha yashayapti. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini uy egalari 87.500 deb aytishyapti. Kvartirangiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.